Assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz yuz nervi falajlanishi yoki bel palsy to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ekraningizda ko'rib turganingiz bu Qilni 40 yorib kinosining bosh qahramoni va bu qahramon kino davomida jinoyatlarni, insonlarning yuz ifodasini o'zgarishiga qarab, ular yolg'on gapiryaptimi yoki chin gapiryaptimi, mana shuni aniqlab, jinoyatlarni ochishda o'z hissasini qo'shadi. Va uni texnikasida asosiy yuz ifodalarining o'zgarishi bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerda yuz ifodalarining o'zgarishlaridan misollar ko'rsatib o'tilgan. Masalan, ikkita qoshning ko'tarilishi, burunning jiyirilishi, jilmayish va xafa bo'lish oxirgi holatda ko'rsatib o'tilgan. Va bularning hammasi mimika mushaklari. Ya'ni yuzda biz bilamiz ikki xil mushaklar bor, mimika mushaklari va chaynash mushaklari. Mimika mushaklari tomonidan bu harakatlar hosil qilinadi va ularni mana bu ekranda ko'rib turibsizlar. Mana shu mimika mushaklari, ko'zni aylana mushak, og'izni aylana mushagi, qoshni yuqoriga ko'taruvchi mushak va boshqa mushaklar ishtirokida biz mimika harakatlarini hosil qilamiz. Endi bu mimika mushaklarining hammasi 7-kranial nerv, ya'ni fatsial nerv bilan innervatsiya qilinadi. Va bu nerv turli sabablar tufayli shikastlanishi mumkin. Birinchi sabab bu bo'lishi mumkin o'sha miyaning turli qismida joylashgan o'smalar. O'sma nima qiladi? 7-nervni kompressiyasiga olib keladi, ya'ni ezilishiga olib keladi. 7-nervni ezib qo'ygandan keyin bu 7-nervning funksiyasini buzilishiga va mimika mushaklarining innervatsiyasi buzilib, yuzning o'sha tarafida, agar bir tarafdan bo'ladigan bo'lsa, mimika harakatlarining yo'qolishiga olib keladi. Yoki bo'lishi mumkin buning sababchisi idiopatik, ya'ni to'chni aniqlanmagan qaysi sabab tufayli kelib chiqishi. Ko'pincha bu narsa aytiladi, gerpes virusining reaktivatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni immun sistema pasayganda organizmdagi gerpes virusi yuzaga chiqib, 7-nervning yallig'lanishini chaqirishi mumkin. Bu yerda demak klinik holat ko'rsatib o'tilgan. Demak, birinchi holat, birinchi chapdagi rasmga e'tibor beramiz. Demak, chap va o'ng tarafiga qaraymiz. Nima deb o'ylaysizlar? Yuzning qaysi tarafi bu yerda shikastlangan yoki o'ng yoki chap 7-nerv? Demak, bu yerda shikastlangan taraf og'izi pastga tushgan va ko'zi ochilgan holatdagi tarafga e'tibor berasizlar. Bu demak chap taraf. Bu yerda bemor tinch holatda turgan bo'lishi mumkin yoki jilmayish va ko'zini yumish so'ralgan bo'lishi mumkin. Demak, jilmayishga harakat qilyapti va ko'zini yumishga harakat qilyapti. Shunda qaysi tarafga o'xshayapti? Demak, o'ng tarafda o'xshayapti, ko'z toraygan va og'iz chekkaga tortilgan. Jilmayish bor, lekin o'ng tarafida, lekin chap tarafida, kechirasizlar. Demak, nima yo'q? Jilmayish yo'q. Og'iz pastga tushgan va ko'z ochiq holatda. Bu degani 7-nerv mimika mushaklari chap taraflama ishlamayapti degan. Demak, ikkinchi narsaga e'tibor beramiz. Bu yerda jilmayish va qoshni yuqoriga ko'tarish so'ralgan. O'shanda nima deb o'ylaysizlar? Qaysi taraflama nerv shikastlangan bu yerda? Chap yoki o'ng? Demak, endi bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, teskari holat, ya'ni chap taraflama qoshni yuqoriga ko'tarilish ishlayapti, jilmayish ham ishlayapti, lekin o'ng taraflama e'tibor beringlar, qosh ham yuqoriga ko'tarilmagan, ham jilmayish amalga oshmagan. Bu degani o'ng taraflama 7-nervning shikastlanishi mavjud degan. Xo'p, davom etamiz. Endi bu 7-nervning shikastlanishining darajalari mavjud bo'ladi. Demak, degree deyiladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta degreega ajratiladi. Tepadan pastga qarab ahvol og'irlashib boradi. Ya'ni shikastlanish darajasi ko'p bo'lgan hisoblanadi. Demak, bunda ikki holat berilyapti. Birinchisi at rest, tinch holatdagi va moving, harakatlanganda. Ya'ni ko'zlarni yumish, qoshlarni ko'tarish va jilmayish so'raladi. Mana shu uchalasi birgalikda harakatlar bajarilishi tekshiriladi undan keyin. Birinchi holatda, tinch holatda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Harakatlanganda ham deyarli o'zgarish yo'q bo'lmaydi. Ikkinchi holatga o'tganimizda demak, e'tibor beringlar, tinch holatda deyarli o'zgarish yo'q. Harakatlangan paytda endi sezilarli bo'ladi. Og'izni bitta burchagi endi yuqoriga yetarlicha ko'tarilmayapti, mana e'tibor berasizlar. Demak, qoshlarda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ko'zlarning yumilishi ozgina kamaygan. Demak, bu yerda chunki o'ng taraflama shikastlanish ketyapti. 3-gradega o'tamiz. 3-grade tinch holatda deyarli o'zgarish yo'q. Harakatlangan paytda endi yanada sezilarli bo'ladi. O'ng taraflama og'iz jilmaymayapti, ko'zni yumilishi ham kamaygan tepadagi rasmdagi nisbatan. 4-gradega o'tganda ham tinchlik holatda unchalik o'zgarish yo'q. Harakat tavsiya berilganda esa o'sha bu yerda sezilarli darajada og'izni o'sha jilmayishda ishtirok etmayotgani 5-darajada o'tganda ko'ramiz. Demak, og'izga e'tibor beradigan bo'lsak, tinch holatda ham, demak, burun, lab uchburchagi bor. O'sha uchburchakda ozgina bukilma bo'lishi kerak. O'sha bukilmamiz
chap taraflama yo'qolib ketdi. Tinch holatda ham demak peshona qismida bitta ikkita bukilmalar bo'lishi kerak. O'sha narsa tepada o'ng taraflama bu narsa yo'q. O'sha tinch holatda ham o'zgarish bo'lyapti. Harakatlanganda bu yanada kuchliroq ifodalangan, ovoz ishtirok etmayapti. Jilmayishda ko'zni ham yuma olmayapti. O'ng taraflama tepada qoshda ham yuqoriga ko'tarishi anchagina pasaygan. Xo'p, 6-darajaga o'tadigan bo'lsak, 6-darajada o'sha 5-darajadagi belgilarimiz yanada kuchliroq ifodalangan bo'lyapti. Xo'p, harakat so'ralganda esa, demak harakatga e'tibor beringlar. Endi qosh va shay yuqoriga ko'tarilmayapti. Og'iz umuman ishtirok etmayapti, demak kulishda. Bu demak darajalarga bo'linishi, og'irlik darajasi, 7-nerv shikastlanishi. Sizlar bilib qo'yinglar, 5-darajadan boshlab tinch holatda o'zgarish ko'ramiz, ungacha ko'rinmasligi mumkin. Davom etamiz. Keyingi muhim informatsiyamiz bu yuz nervi shikastlanishini insultdan ajratish juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan informatsiya. Bu juda ham oddiy. Endi e'tibor berasizlar, bu yerda yuz nervi innervatsiyasi ko'rsatilyapti. Yuzni biz yuqori pastki qismga bo'lib oladigan bo'lsak, yuqori qismi bu postloqni ham chap ham o'ng tarafidan innervatsiya qilinadi. Bu degani miyani o'sha postloqni bir tarafi ishlamay qoladigan bo'lsa, ikkinchi tarafi tomonidan bu yuzni yuqori qismi innervatsiya qilinib, normada funksiya saqlanishi mumkin. Ya'ni qoshlarni yuqoriga ko'tarish funksiyasi saqlanib qoladi. 7-nerv to'liq shikastlanadigan bo'lsa, bunda yuzni ham tepa, ham past qismlari ishlamay qoladi. O'shaning hisobidan bunda to'liq qoshlarni ko'tarish refleksi ham yoki harakati ham yo'qoladi. Mana shunga qarab ajratib olamiz. Endi tepadagi rasmga e'tibor beringlar. O'rtada insult ko'rsatilgan, o'ng tarafda bo'ladigan bo'lsa Bell palsy ko'rsatilgan. Demak, insultda biz qoshlarni yuqoriga ko'tarishni so'raganimizda, qoshlar ikki taraflama normada yuqoriga ko'tariladi. Chunki miyani bir tarafi ketsa ham, ikkinchi tarafi yuzni yuqori qismini harakatini ta'minlab beraveradi. Endi Bell palsiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda chap taraflama nerv shikastlangan ekan, chap taraflama nima yo'q. Qoshlarni yuqoriga ko'tarish so'ralganda, bu qoshni yuqoriga ko'tara olmaydi va tepada o'sha ajinlar paydo bo'lmaydi. Bundan tashqari nima? Palpebral fissure widened deyapti. Bu degani o'sha ko'zni keng ko'rinib turishi amalga oshyapti. Bu ham o'sha ko'zni aylanan mushagini defekt hisobidan kelib chiqyapti. Stroke bo'lganda esa, insult bo'lganda bu mushak intakt saqlanib qoladi, ya'ni normada. Chunki yuzni yuqori qismi mana bu rasmda ko'rib turganlaring, demak, ko'zni aylanan mushakka ham ikki taraflama innervatsiya qilinadi. Va ko'zlarda katta kichiklik insult paytida o'zgarmaydi. Mana shu ikkita narsaga qarab biz ajratib olamiz, bu periferik 7-nerv shikastlanishimi yoki insultmi. Demak, bu muhim ahamiyatga ega bo'lgan informatsiyamiz edi. Bu yerda ham demak darajalari ko'rsatilgan. Yuqorida aytib o'tgan darajalarimiz rasmda ko'rdik. Endi bu yerda gap shaklida ko'rsatib o'tilgan bu narsa. Endi mana bu yerga e'tibor beramiz. Keyingi narsa bu 7-nerv shikastlangandan keyin biz uni davolash buyuramiz. Davolash asosiy prednizolon bilan amalga oshiriladi. Prednizolon ichadi. 72 soat ichida boshlash kerak, o'shanda effekti yaxshiroq va ma'lum bir miqdorda yoki to'liq 7-nerv tiklanishi amalga oshadi. Ba'zida senkinezis deb nomlangan holat mavjud. 7-nerv normada tiklanmasligi mumkin va turli xil defektlarga olib keladi. Ya'ni 7-nerv shikastlandi, keyin bu nerv qaytadan o'sadi, qaytadan tiklanadi. O'sayotgan paytda u boshqa mushaklarga qarab o'sib ketib qolishi mumkin. O'shaning hisobidan senkinezis shakllanadi. Masalan, mana bemorimizga e'tibor beramiz. Chapdagi rasmga qaraydigan bo'lsanglar, chapda ko'zlar yumish so'ralgan. Ko'zlar yumish so'ralganda, ko'zlar ikki tarafda ham yumilgan, lekin o'ng taraflama nima o'zgarish ko'ryapsizlar? Yumgan paytda o'sha o'ng taraflama yuz mushaklarini tirishishi yuzaga kelyapti, ya'ni qisqarishi. Ko'z yumish so'ralgan paytda boshqa mushaklar ham qisqarishni boshlaydi. Bu degani ko'zga boradigan o'sha 7-nervning tarmog'i tiklanish davomida noto'g'ri o'sib, yuzni pastki mushaklariga ham tarqalib ketgan. O'shaning hisobidan biz ko'zni yumish so'raganimizda ham ko'z yumiladi, ham pastdagi mushaklar, даже bo'yin mushaklariga ham e'tibor beringlar, o'ng tarafdan bo'yin mushaklarining qisqarishi amalga oshyapti. Bu narsa o'sha 7-nervni noto'g'ri tiklanishi bilan bog'liq bo'ladi.